O'qish va xizmat tarixiga yolg'ondan xizmat tajribasi yozishga bo'lamdi. Savol. Assalomu alaykum. Biz shaxslar ochgan bir kursda o'qigan bo'lib, 6 oy haftasiga 10 soat dars bor. 2 oy projekt bor. Ya'ni ba'zi kurslarda har kuni 2-3 soatdan haftada 7 kun, 8 oy davomlashadi. Projektlar bilan to'plam 1 yil. Bu kursdagi muallim aniq qilib, bu o'qish va projekt bilan yozgan kod va ishlagan projektlar normal shirkatning 3 yillik tajribasiga barobar deydi ekan. Va o'quvchining darslarini o'zlashtirish, projekt ishlash ahvoliga asosan o'zining shirkatining nomida 2-3 yillik tajribasi bor deb muayyanlashtirib berdi ekan. Bu o'qishda tarbiyalanganlar amaliyotda 2-3 oy projekt ishlaydigan bo'lib, saviya jihatdan haqiqatan 2-3 yillik xizmat tajribasidek bo'ladi ekan. Nurg'unlar o'qish bitiribla yuqori maoshli xizmat topdi degan uchurlarga qiziqib, bu kursda o'qiganlar bakli ko'p. Tor dunyosidagi bu sohaga aloqador xizmatchi qabul qilish e'lonlarida ko'pincha eng az 3 yil yoki undan ko'p xizmat tajribasi bo'lish shart qilindi ekan. Shunga bizlar bu kursni tamomlagandan keyin xizmat izlash bosqichida talab qilinadigan tarjimaholga biz kursda o'qigan o'rinning sizlar munchilik projekt ishladinglar, munchilik xizmat tajribasiga ega bo'ldinglar deganiga asosan 2 yoki 3 yillik tajribam bor deganni yozadi ekanmiz. Va bizlar o'rtoqlashgan tarjimahollarni aloqador shirkatlar kompyuterda tanlash olib borgandan keyin shartlarga muvofiq deb qarasa yuzturani imtihonga chaqirdi ekan. İmtihandan o'tsa, andın rasmiy texnikalik imtihoniga kiradigan bo'lib, ular u kishining haqiqatan texnikasi bor, ashu ishlarni qila oladigan deb qaraganlardan burun ishlagan yeringda qanchalik maosh olganding, bizdan qanchalik talab qilasan deb so'raydi ekan. Andın xizmat to'xtami va maoshni deyishib qabul qiladi ekan. O savollarga majburan munchilik maosh olib ishlagan degandek yolg'on javob beradigan ish chiqadi ekan. Bu xil ahvolda yolg'onchilik aralashib topgan maosh halol bo'lamdi. Mushu usul bilan xizmat topib bo'lganlar qanday qilish kerak? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, o zotning oila taobatlarga, ashablarga va o zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Siz aytgan kurslar hozir dunyo miqyosida nihoyat bozorliq, ixtisos egalariga bo'lgan ehtiyoj kun sayin oshayotgan, istiqboli parlaq bir kasbda o'quvchilarni tarbiyalayotgandir. Haqiqatan yaqinqi yillardan beri yoshlarimizning bu kurslarga bas-basda qatnashayotganligi, yana nurg'un yoshlarning millatsuvar ba'zi ustozlarning besib o'qitish natijasida birer yil o'qibla yaxshi maosh bilan ishlarga o'rinlashganligi haqida anglab kelyapmiz. Kurslarning ichki ahvolini yaxshi biladigan biri bo'lish sifatingiz bilan masalaga inchik muomala qilib, halol kirim, halol rizq izlashga tirishganligingiz uchun Alloh ajringizni bersin. Gapimizga kelsak, yuqorqi savolingizga tuvandagidek 3 ga bo'lib javob berishga to'g'ri keldi. 1. Bu kurslardagi muallimlarning o'quvchining darslarini o'zlashtirish, projekt ishlash ahvoliga asosan aniq qilib, bu o'qish va projekt bilan yozgan kod va ishlagan projektlar normal shirkatning 3 yillik ish tajribasiga barobar deyishi faqatla shu o'qituvchilarning o'z kurslariga bo'lgan ishonch va tajribalariga tayanib chiqargan mo'ljali bahosidir. Ular buningda tamoman erkin. Ammo haqiqatan 2-3 oy projekt ishlagan o'quvchilarga shaxsiy qanoatlariga tayanibla o'z shirkati nomidan 2-3 yillik xizmat tajribasi bor deb yozishga ruxsat qilishi, hatto o'gitishi, gizi kelganda guvohlik berishi, agar shunday qildiganlar bo'lsa, ochiq yolg'onchilik, aldamchilikqa tashviq qilish va saxta guvohlik doirasiga kiradi. Buningda kursning yoki o'qituvchining da'volagani hisob bo'lmaydi. Balki shu sohadagi salohiyatli organ, shirkat yoki komitet tekshirib baholash natijasida bu o'qish faloni saviya, muncha yillik xizmat tajribasiga teng desa to'g'ri bo'ldi. Agar har qanday maktab yoki kurs, hatto shaxs biz o'qitgan o'quvchilarning saviyasi to'liq kurs saviyasida yoki muncha yil xizmat tajribasi egallagan bilan teng davarsa, jamiyatda ixtisosliklar paxalliqqa kelib chiqib, haqiqiy ixtisosliklar ishsiz qilib, ixtisoslik qiyofatiga kirib olganlar xizmatga o'rinlashib oladigan nohaqchiliklar ko'payib ketadi. Shunisi ro'shanki, qandaqli soha bo'lishidan qat'iy nazar, xizmat qilish orqali egallaydigan tajribalarda amaliy xizmat jarayoni bilan vaqt omilimi nihoyat muhimdir. Muallim yoki kurs yetakchilarining nurg'unlar o'qish bitiribla yuqori maoshli xizmat topdi degandek tashviqotlarimi amaliy ahvoldan oshirib etilsa, ko'ptirib qiziqtirish doirasiga kiradi-da to'g'ri bo'lmaydi. Ikkinchi,
Mazkur kurslarni puturganlar xizmat izlash jarayonida tarjimhaliga 2-3 yillik xizmat tajribasi bor yoki qatnashmagan turlarga qatnashdim deb yozishi va agar yuzturani imtihonda so'rilib qolsa munchalik maosh olib ishlagan degandek yolg'on javob berishi yolg'onchilik, aldamchilik va saxtipazlik qilganlik bo'ladi. Sha'ni Alloh azza va jalla shundaqla uning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu qilmishni kufr va nifoqning alomati deb jakarlab, buningdan qattiq to'sqan. Jumladan Alloh taolo mundaq degan: "Sizlar butlardan iborat nijisdan saqlaninglar, yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Faqat Allohning oyatlariga ishonmaydiganlarla yolg'on chaplaydi. Ana ashularning o'zlari yolg'onchilardir." Sahihaynda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam doimo rostchil bo'linglar, chunki rostchillik yaxshilikqa boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir odam davomli rost so'zlab, rostchil bo'lishga tirishsa, oxiri Alloh taolaning nazarida rostchil deb yoziladi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlashni cho'ng gunohlar qatoriga kirgizgan va "Men sizlarga cho'ng gunohlarning eng cho'nglaridan xabar bermaymi? U bo'lsa-mu yolg'on so'zlash yoki yolg'on guvohlik berish" degan. Birlikka kelingan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlash va yolg'on guvohlik berishni Allohga sherik keltirish va ota-onani qaqshatishdan qolsa cho'ng gunoh qatorida sanagan. U hadisda Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qashida cho'ng gunohlar tilga ilingan edi. Cho'ng gunohlar Alloh taologa sherik keltirish va ota-onasini qaqshatishdir dedi. Rasul akram bu so'zlarni aytganda yo'linib o'tirgan edi. Keyin o'zini o'ngshab tik o'tirib, "Agah bo'linglar, yolg'on so'zlash va yolg'on guvohlik berish" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zni davomli takrorladi. Hatto biz kashki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'xtatishi deb qoldik. Yolg'on so'zlash yana amallardagi munofiqlikning bir alomati qilib bekitilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Munofiqning alomati 3 dir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa va'dasiga xiloflik qiladi va omonat qo'yilsa xiyonat qiladi." Yuqorqi ko'rsatmalardan dinimizning yolg'onchilikdan naqadar nafratlanganligi, bevosita yoki vositalik bo'lsin, bandaning o'zini va kelajak avlodlarni uningdan pok tutishga ahamiyat berishi lozimligi ma'lum bo'ladi. Yana kelib, yolg'onchilikning haqiqatni burmalash, amaliyotga uyg'un bo'lmaslik va nifoq ahliga o'xshab qolish jihatdan ig'ir qilmishligi hammaga ayondir. Shunga xususan tarjimaholiga yolg'onni yoki o'rinsiz ko'ptirma, mubolag'a mazmunlarni qo'shib ishga urinishdek yolg'onchilik, aldamchilik va saxtipazlikning bir qatamliqimi haqiqiy o'qigan, xizmat tajribasiga ega kishining xizmat fursatidan mahrum qilishini keltirib chiqarib, yolg'onchilarning ishga urinishiga qulaylashsa, buni ko'rgan boshqalarmi o'xshash yo'lni tanlaydi-da, bu xohish barbara jamiyatda keng yayilib ketib, buning ziyni butun xalqqa keladi. Halbuki bir kishining haqqini yeyishning o'zimi mo'ljalligisiz musibat va gunohdir. Demak, shaxsiy tarjimaholiga haqiqatdan ortiq xizmat tajribasini yozish Rasululloh ogohlantirgan yolg'onchilikdan iborat cho'ng gunohdan birini sodir qilganlik bo'lib, iymon etgan kishi uchun uningga yaqinlashmaslik, qilib solgan bo'lsa pushaymon qilish va qayta qilmaslikka bel bog'lash orqali tavba qilish zarur. Tarjimaholda haqiqiy o'qish tarixini va amaliy tajriba muddatini aniq bayon qilib, o'zining va ustozlarining qanoatida o'zini 2 yil xizmat tajribasiga ega bo'lganlar bilan tang saviyada deb qaraydiganligini aytib, dalil sifatida shu sohadagi ustozlardan tanishtirish va tavsiya xati ilib, bu qanoatini kuchlantirsa, shirkatni o'zining astoydil ishlaydiganligiga qoyil qilishga tirishsa to'g'ri qilgan bo'ladi. Yoki maoshi tuvarrak bo'lsa-mu, yangi tajribasizlarga fursat beradigan shirkatlarni tanlash, 2-3 yil tajriba to'plagandan keyin o'z orzusidagi ishga kirishga tirishish kerak. 3-si, bu xil ahvolda topgan kirim halol bo'lamdi? Mushu usul bilan xizmat tepib bo'lganlar qanday qilish kerak? degan savolning javobida yolg'onchilik va saxtipazlik bilan xizmatga o'rinlashgan kishining ahvoliga qarab tafsiliy to'xtalish kerak bo'ladi. Agar yuqorqidagi tarjimahol bilan ishga kirgan bo'lsa va o'qish saviyasi, qobiliyati va tajribasi o'rinlashgan xizmat uchun yetarsiz ekanligini tunib yetgan bo'lsa, eng to'g'risi dadillik bilan mudir yoki xo'jayiniga rostdan aytish kerak. Agar shirkat xohlasa xizmatdan bo'shtadi, xohlasa bergan maoshiga rozi bo'lib xizmatga elib qoladi. Lekin o'zini taraqqiy qildirishga ishonchisi bo'lmasa va berilgan vazifaning hududidan chiqa olmasa, eng to'g'risi istifa berishi,
algan maoshini shirkatga qaytarish kerak. Aksicha algan maoshi haromdir. Agar qobiliyati va tajribasi o'rinlashgan xizmat uchun yetarli bo'lib, haqiqiy tajriba egasidek o'rinday olsa, saxta tarjimaholiga va bar bo'lsa 100 dirani imtihonda qilib solgan yolg'onchiligiga tavba qilishi, boshqa haqiqiy tajribasi barlarning o'rniga o'rinlashishdan iborat qilmish uchun ulardan kechirim so'ray olsa, kechirim so'rash kerak. Algan maoshiga kelsak, shaxs qilgan amgiki va vazifasining hududidan chiqqanlik uchun maoshi uning haqqi va haloldir. Demak, yolg'onchiligi va saxtapazligi xalab yoki majburiyatdan bo'lsin, ig'ir gunoh bo'lsa-mu, algan maoshi yolg'ondan yezib olgan xizmat tajribasiga qarata emas, vazifani layoqatli holda o'rindaganligiga, tar oqizib qilgan amgikiga qarata berilgan. Shunga kirma halol bo'ladi. Xizmatini loyiqada o'rindab ma'qulgan taqdirda u yolg'onchiligiga tavba qilib, o'qib to'liqlab oladigan tarafi bo'lsa, to'liq bo'lishga tirishib, xizmatini davomlashtirsa bo'ladi. Shundaqdimi, mudirlarga rastini aytib, ularning roziligini olish eng to'g'risidir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.